Seni ko'rsam quvonaman tak tak. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Bugun tak ko'rsatuvini Boysun tumanida olib boramiz. Bu yerdagi Boysun aholisining kayfiyatini o'rganamiz, ularga xushchaqchaqlik ulashamiz, ular bilan savol-javob suhbatlar o'tkazamiz. Tayyormisiz? Unda biz boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Kayfiyatlar qalay? Zot, Nimalar bilan shug'ullanyapsiz? bu yerda shu produktlar O'zi bu yer Boysunda qanday joy? shahar, Boysun shahar savdo markazi desam bo'ladi, shundaymi? albatta. Ha. Turmushga chiqamisiz? Ha. Yaxshi ko'rib? Ha. 2 yil bo'ladi. 2 yildan beri turmush o'rtog'ingiz bilan birga yashab kelyapsiz. Hozir ham yaxshi ko'rasizmi? Ha. Bizni ko'rib turgan bo'lsa ham, misol uchun efir orqali nima degan bo'lardingiz? Turmush o'rtog'ingiz. Nima deyman? Doim baxtimga sog' bo'lsinlar, farzandlarimiz baxtiga doim sog' bo'lsinlar. Doim yonimda bo'lsinlar. Eng katta orzungiz nima hayotda? Farzandlarimni rohatini ko'rib, yaxshi inson bo'lganini ko'rib yurish. Eng katta olgan sovg'angiz nima shu paytgacha? Shu paytgacha 10 ming rubllik guldasta. Kim tomonidan? Turmush o'rtog'im tomonidan Rossiyada bo'lgan. Demak, sizni chin ko'ngildan yaxshi ko'rar ekanlar. Sizga baxt, saodat tilab qolamiz. Rahmat. Xo'p, rahmat, charchamang. Rahmat. Ha? Bitta chiqar. Tak. Instagram bor. Tak DTV deb yozsangiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Rahmat. Kayfiyatlar qalay? Rahmat, yaxshi, Xudoga shukr. Bu yerda nima faoliyat yurityapsiz? Men shunday bir savdoga bir yerga kelib ketyapman. Ha, bu yer savdo markazi demak. Ha, savdo markazi. Ha, Boysun tumani boshqa tumanlardan nimasi bilan farq qiladi? Bilmasam, hamma narsa bor. Sharoitlar faqat gaz muammosi bor hozir Boysunga. Boysunda faqat Ha, faqat gaz hammani xalq bezovta, yosh bolalar, katta qari odamlar, gaz muammosi hammani ko'nglini qora qilib hozir shu muammo. Uyimga gezarib kirib kelaman. Meni asrayindi. Anglizcha qul shunda. Ostonada dashqalar garang, eshikka ter bo'lur. Of, of. Farzandlarimizni boshiga eson omon yuraylik, kishilarni davr-davronini ko'rib, xush-xursand yursak bo'ldi. Boshqa hozirgi kunda qaysi san'atkor qo'shiqlarini ko'proq tinglayapsiz? men qiziqmayman san'atkorlarga. Umuman. Qiziqmayman. Shu paytgacha eng katta olgan sovg'angiz nima? Sovg'am hamma sovg'a olganman, gulam olganman, boshqa narsa ham. Eng kattasi orasida. Eng kattasi tilloh. Billah, kim tomonidan? Yerim, xo'jayinim. Ha, xo'jayingizni yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Bizni ko'rib turgan bo'lsa nima degan bo'lardi? Nima deyman, sog' bo'lsin, bolalarni boshiga o'qishi ham eson omon yursin. Yaxshi ko'rsangiz aytib qo'ymaysiz? Albatta yaxshi ko'raman. Keling bitta qilamiz, telefon qilib aytasiz. Telefonni ko'tarmay yotibdi ertalabdan bo'lsa. Antennasi joyga bilmayman. Vaqtlari bo'lsa ko'taradilar, hozir bilmayman, antennasi joyga ishlayaptilar. Raj qilmaysizmi? Yo'q, Ishonasiz nimaga? ishonaman. Kayfiyatlar qalay? Rahmat, yaxshi. Bu yerda nima qilyapsiz? Bu yerda savdo qilyapman. Nima sotasiz? Yo'q. Sotasizmi, olasizmi? Olayapman. Nima olyapsiz? Masalan, hozir Pepsi olmoqchiman kechga uyga. Kechki uyga. Ha, uyga. Pepsi oziq-ovqat. Guruchingizni qanday bor? Yaxshi guruchlar olmoqchimiz. Albatta. Hayotda eng katta orzungiz nima? Eng katta orzum bolalarimni bir yaxshi kunni ko'rish. Yaxshi kunni ko'rish. Shu paytgacha eng katta olgan sovg'angiz nima bo'lgan? O'g'lim menga mashina sovg'a qilgan. O'g'lingiz mashina Uni esdan chiqarmayman. Nice. dadamga deb yozdi. Dadam. Turmush o'rtog'ingizni yaxshi ko'rasizmi? Albatta sevib olganman. Sevib olgansiz. Qanday bo'lgan birinchi taassurotlar? Qayerda ko'rib qolgansiz? Nima bo'lgan? Ularda eslolmayman. Yoshim o'tdi. Birinchi muhabbatingiz nima? Birinchi muhabbatim shu. Shuni yaxshi ko'rib shunga erishgansiz. Albatta. Tabriklayman. Salomat. Bunday insonlar kam to'g'ri. Bunday insonlar kamdan kam uchraydi aziz yurtdoshlar. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Bu yerda nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Oziq-ovqat do'kon Sotasizmi? sotamiz. Ha. Hayotda eng katta olgan sovg'angiz nima bo'lgan shu paytgacha? Keyin turib olay. Eng katta olgan sovg'angiz? Sog'im bilmasam. O'zi sovg'a olib turasizmi? Ha, sog'ib turamiz. Kimdan olgansiz?
Uydagilardan-da bundan olamiz. Hayotda eng yaxshi ko'rgan insoningiz kim? Eng yaxshi ko'rgan insoningiz. Farzandlarimda xotinim, oilam. Ayolingizga yaxshi ko'rib bilinganmiz? Ha. Qanday bo'lgan? Taassurotlar. To'xtang. Keling. Keling. Kayfiyatlar qiling. Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Mana quruq meva sotaman. Quruq mevalar sotasiz. Aha. Qurt nechi pul? Qurt donasi 1000 so'm. Donasi ming. Ha, yaxshi. Mana shu mevalar hammasini o'zingiz yetishtirganmisiz yo dehqonlardan olasiz? Yo'q, olamiz. O'zimizda maizlar yetishtiriladi, lekin boshqa narsalarni olamiz. Chetdan kelgan narsalar ham ko'pda bu yerda. Pistalar, bodomlar bor. Boysun tumani qolgan tumanlardan nimasi bilan farq qiladi bilaysiz? Havosi bilan juda ham toza. Insonlari bilan Insonlar qanday? quvvatli. Mehr-oqibat. Keyin chiroyli qizlar bilan. Shunday. Так, да, бусик. Turishga chiqamisiz? Yo'q, Yo'q. Endi nasib. endi aha. Qanday idealist yigit? Bilmadim, meni ko'nglimga yoqsa bo'ldi. Ideal mamday bo'lish kerak demayman lekin. Sizga yoqsa bo'ldi. Shunday. Hayotda eng katta orzungiz nima? Dadamni ko'rish. Qayerda? Yo'qlarda Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam, ey dadajonim. Hozirgi kunda qaysi ashulani tinglayapsiz ko'proq? hozirgi kunda ko'p Eng zo'r zo'r yulduzmonlarni eshitaman ko'proq. qaysi ashulasi? Har xil yoningdaman. Oqar suvlar aytmadimi, uchgan qushlar aytmadimi, hech yo'q yurak sezmadim. Yoningdaman, ko'zlarga parda ostilar, meni sendan ayirdilar, seni sen hali sezmading. Yoningdaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz xola? Nima faoliyat yuritasiz bu yerda? Qatiq sotaman. Ha, qatiq shirinmi? Ha, shirin. O'zingiz kayfiyatingiz qanday? Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. Yoshingiz nechida? Yoshim 70 ga. Yoshingiz 70da. Lekin hali ham to'xtamadingiz faoliyatda. To'xtamadim, yo'q. Nimaga? Bilmadim, harakat qilishim kerak. Harakat Yashash qilishingiz uchun. kerak. Ha, Hollar yurish uchun. Hollar yurish uchun. Hayotda eng katta orzungiz nima? Eng katta orzuyim nima bo'lmasa, hajga borish. Hajga borish. Bunga boshqa Eng yaxshi ko'rgan insoningiz kim? ballarim. Bolalaringiz. Ushalmagan orzungiz bormi? Ushalmagan orzularim, men ballarimni rohatini ko'rib yurish, ushalib ketsin. Rohatini ko'ryapsizmi? Ha, Xudoga shukr ko'ryapman. Hozirgi kunda eng ko'p qaysi taronani eshityapsiz? O'g'abekni yaxshi ko'raman. Muhabbatimi qulpi qo'lingda, yuragimni zulfi qo'lingda. Muhabbatimi qulpi qo'lingda, yuragimni zulfi qo'lingda. O yuragimni zulfi qo'lingda. Kayfiyatlar qiling. Yaxshi, rahmat Allohga shukr. Shirinliklar o'rayapsizmi? Bu endi nima deydi? Tozalik uchunmi? Nima gapirgingiz kelyapti? Gapiryapman. Kayfiyatingiz yo'qmi? Kayfiyatim a'lo. Ovozingizdan bilinmayapti. Yoshingiz nechida? Yoshim 55 da. 18 ga kirganingiz endi necha yil bo'ldi? 55 yil. Endi 55 yil bo'ldi. Ko'ngil yoshmi hali? Allohga shukr, yosh. Ha. Hozirgi kunda qaysi ashulani ko'p tinglayapsiz? Hozirgi kunda shu o'zbek klassik ashulalarni tinglayapman. Kimning ashulasi? Ko'pincha Yulduz Usmonovani yaxshi ko'raman. Usmon qaysi ashulasi yoqadi? Muhabbatim. Muhabbating qancha edi qancha, mening sevgim shuncha edi shuncha. Yolg'onlaring qancha edi qancha, mening sevgim shuncha edi shuncha. Aziz teletomoshabinlar, demak gapirmoqchi edim, kameramiz qayerga qarayapti bilmayman. Aziz teletomoshabinlar, bizda mana shunday uyalchan yurtdoshlarimiz ham bor. Bulardan xafa bo'lmaymiz endi. Boshqa yurtdoshimizga o'tamiz, ketdik.
Kayfiyat qanday kayfiyat? Rahmat, yaxshi. Charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat, yaxshi. Nima faoliyat bilan shug'ullanasiz bu yerda? Bergan, bizlar ta'minlovchi, ko'kat, meva dona sotamiz. Bular hammasi o'zingiz yetishtirasizmi? Yo, sotib olasiz? Sotib ham olamiz, yetishtiramiz ham. Shunday. Yaxshi. Dehqonchilik mahsulotlari ham bor demak, o'zida. Bor, o'zimizda. Dehqonchilik mahsulotlarini chiqarib o'zimiz. Hayotda eng katta orzungiz nima? Eng katta o'zim bola chaqalarim sog' salomat yurishini tilayman, nevaralarimda. Hayotga orzularim shu, hamma tinch yashashsa. Eng yaxshi ko'rgan odamingiz kim? Eng yaxshi ko'rgan nimam? Odam, inson. Onam, otam, bolalarim, Turmush o'rtog'ingiz. turmush o'rtog'im. Albatta. Yaxshi ko'rasiz turmush o'rtog'ingiz? Albatta yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rmayman. Bizni ko'rib turgan bo'lsa nima degan bo'lardingiz? Sizni ko'rib turgan bo'lsa nima degan bo'larsiz? Xursand bo'lar edim. Yo'q, kamerada turmush o'rtog'ingizga til izhorlarini ayting. Turmush o'rtog'imga umrlari uzoq bo'lib yursin, nevaralari boshiga. Baxt so'ratida tilib yursinlar. Yaxshi ko'ramiz, yaxshi. Bobomiz bo'lmasa uyga yashash yo'q. Xudoga shukr. Xo'p, rahmat sizga charchang. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar qalay? Rahmat, Xudoga shukr, zo'r. Bo'yingiz necha aka? Bo'yi 1.98. 1.98. Menda uzun odamni kam ko'raman o'zi, lekin bor ekan menda uzun odam. Majlisda men ko'pchilik uzun deydi-da. Sizda ham shunday deydimi? Deydi, hamma shunaqa deb turadi. Tepada hayot qanday? Tepa past hammasi yaxshi. Hayotda eng katta orzungiz nima? Menimcha shu hayotga kelib hamma yaxshi yashab, shu to'g'ri yo'lda yashab, oxiratimizni obod bo'lishi shu eng katta orzum meni mana shu bu hayotga. Hammamiz imtihon uchun kelganmiz, shunday deb o'ylayman. Shu paytgacha eng katta olgan sovg'angiz nima bo'lgan? Eng katta sovg'a mashina bo'lgan. Kimni olgansiz? Onam sovg'a qilganlar. Cobalt mashina birinchi sovg'a qilganlar. Uylanganmisiz? Uylanganman. Yaxshi ko'rib uylanganmisiz? Albatta. Qanday bo'lgan voqealar? Voqea shu endi birga ishlaganmiz, ko'rib. Bankda ishlayman. Bankda ishlagansiz. Bankda ko'rib qo'ygansiz yo kelin ko'p kelganmi? Yo'q, endi shu joyiga borib ishlab qolganman. Endi birga ishlab shunaqa keldim. Keyin aytganmisiz? Ha, shunday. Nima degansiz? Qo'ying, eslolmayman. Birinchi muhabbatingiz nima bo'lgan? Maktab paytida bo'lgan. Sekret qo'laversin, nima qilasiz uni ochib? Boshqarini aytib qo'ying. She harfi. Yaxshi ko'rasizmi? Ondan oxirgisi ham boshi ham shu endi. Shumi? Aytingmi o'zi? Shu endi. Hayır. Bizni ko'rib turgan bo'lsa nima degan bo'ladi? O'zi biladi, qolgan nima qilasiz sekret bo'ladi. El-xotinni urishi, do'konavali qurishi deydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz so'fa? Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Savdo yaxshi bo'lyapti? Bo'lyapti. Non pishirib o'zingiz sotasizmi yo sotib olasizmi? Sotib olamiz, sotamiz. Pishirmaysiz? O'zingiz pishirib turasizmi? Ha. Uyga pishiramiz. Narxi qancha bo'ladi? 5000, 3000 har xil. 10000, qattiqda 10000, 5000. Kuniga nechta sotasiz? 300 sotamiz. Hamma daromad sizda ekanmi o'zi? Bo'ladi. Ha. Data bo'lgan hali. O'zingizga yetadi. Nechta farzandingiz bor? 4 ta. Nima, kim? 3 qizim, 1 o'g'lim bor, 2 ta kuyovim bor. Yo'q, kuyovingiz ham bormi? Yoshsiz nechida o'zi? 43 ga kirdim. 43 ga kirdingiz, ikkita kuyovingiz bor. Qoyil lekin. Shu yoshga kirgan bo'lsangiz, mehnat faoliyatini to'xtatmayapsiz. Hay, ishlagan yaxshi-da. Ishlamagandan ko'ra. Yaxshi. Ha. Hayotda eng katta orzungiz nima? Bizda shu bolalaringizni baxtini ko'rishda. Yaxshi ko'rib turmushga chiqamisiz? Albatta. Qanday bo'lgan voqealar? Aytib beraman. Nimaga? Qarindoshchilik qilganmiz-da. Qarindoshchilik, sovchilar qarshi. To'ydan keyin sevgi bo'lganmi? Albatta. Hozir ham yaxshi ko'rasiz? Xudoga shukr. Ha? Aytib qo'yasizmi yaxshi ko'rasiz? Yo'q, aytamas. Ha, nimaga? Yaxshi ko'ramiz-da. O'zi aytib turasizmi? Turmush o'rtog'imni yaxshi ko'raman. Aytib turasizmi? Yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Uyda aytib turasizmi yaxshi ko'rasiz? Albatta, aytamiz. Kuniga necha marta? Biladi endi. Hozirgi kunda qaysi taronani ko'proq eshityapsiz? Mirjalolni eshitib turaman. Mirjalol Ne'mat. Qaysi ashulasi? Ko'zoynakni eshitib. Sapsariq ochkagingdan qarab qo'y. Sapsariq sochlarimni tarab qo'y. Gullar tirildi dana dana, sevib sevildik
Yaxshimisiz, brat? Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qalay? A'lo darajada. Nimalar qilyapsiz? Yuribmiz, uyda ketyapmiz, endi kechqurun. Uyga ketyapsiz. Uydagilar bilan ko'chada yurgan? Ha, biladi. Nimaga deb chiqdingiz? Ishga, o'zimning do'konim bor shaxsiy. Qizni oldin kelyapsiz. Yo'q, aka, do'konda. Qiz Ishdan bormi? kelyapsiz? Ishdan. Yaxshi ko'rangiz bormi? Bor. Sunmi? Sir bo'lib qolsin. Bosh harfini aytib qo'ying. Se. S harfi. Hozir biz ko'rib turganimizda nima degan bo'lamiz? Seni yaxshi ko'raman degan bo'ladi. Eng katta olgan sovg'angiz hayotda? Endi bilmasam endi. Sovg'a olganmisiz? Albatta. Sovg'a berib turasiz? Albatta. Nima sovg'a bergansiz? Shikolat, gul, har xil sovg'alar. Faqat qizlarga. Qizlar. Onagachi? Onaga ham gul berganmiz, aka. Ha, bergansiz. Ha. Hozirgi kunda eng ko'p kimni qo'shig'ini eshityapsiz? Mirjalol Ne'mat. Qaysi qo'shiq? Tak. Tak, shu и другое. Tak tak. Seni ko'rsam quvonaman tak tak. Gullar terib yuboraman tak tak. O'zimniki qilib olaman tak tak. Tak tak. Tak tak. Tak tak tak. Bu Beno telekanalda tak ko'rsatuv. Kameraga qarab tak zo'r deb birga aytamiz, to'g'rimi? 1 2 3 tak zo'r. Aziz teletomoshabinlar, hurmatli vohadoshlar, Boysun tumaniga bo'lgan tak ko'rsatuvining sayohati aynan mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni ehtiyot qiling, bizni kuzatishda davom eting. Tak ko'rsatuvining eng zo'r sonlari hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling. Seni ko'rsam quvonaman tak